Ligman nariyadan bitta xonadonni ko'rsam, narxini aytishimni oldin borib, bitta obzorni qilib beraman, narxini oxirida aytaman, sababi oxirga keyin ko'rinmasdan telefon qilib olishingiz mumkin ekan. Mana buni qaranglar, aka. Bir kamida 20 ta mashina tiqib olsa bo'ladi, mana o'ralgan joy archalar, restavratsiya qilingan xonadonimiz. Hop, kirib turib sizlarga полный obzorni qilib beraman, aka. Xudo xolisa ko'rganingizdek pushaymon yemisizlar, mana qaranglar, yo'lning kattaligini, avtomatik ochilib yopiladigan eshiklarimiz. Hop, kirib kelganimizda o'rtada katta ziloniy zonamiz bor. Hop, bu yerda letniy oshxonamiz, o'tiradigan joy. Hop, endi xonadon kirib bitta sizlarga xonaning obzorini qilib beraman. Mana qaranglar, aka, gap yo'q, lekin bor. Rangi o'chmaydigan haqiqiy toshlar bo'ladi bular. Hop, kirib kelganimizda yo'laydan. Hop, bismillah kiramiz. Mana qarang, lyustraning kattaligini. Akam aytdilar, просто tak remont qilaman deb 200 mingdan oshib pulim ketgandilar. Gap yo'q lekin. Hop, kirib kelganimizda bu yerda bitta sanuzeli bo'ladi. Aka, mana qaranglar. Tillarang. Mana. Gap yo'q lekin kafelar bor. Yumshoq qanaqa boshqacha mayin kafellar bor. Hop, bu yoqni eshigi yopiq ekan. Hop, bu yerda bitta zalimiz bor. Ko'rishingiz mumkin. Zalning kattaligini ko'ryapsizlarmi, akam? Gap yo'q lekin. Hop, bu yerda bitta xonamiz bor, mehmonlar uchun deyishdi. Ko'rishingiz mumkin. Hozir olib ko'rsatdim. Gap yo'q lekin. Hop, bu yerda yosh kattalar uchun xona bor. Ko'rishingiz mumkin. Hop, bu yerdan chiqqanimizdan keyin oldin borib, bu narsaga qat'iy qaragan erkaklar bilan ayollar alohida o'tirilgan zalni ko'ryapsizlarmi, akam? Kattaligini bu yerda erkaklar o'tirgan. Hop, chap tomonimizda detskimiz bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Aboylarni ham mo'ysha aboylarimiz bilan turibdi-da. Gap yo'q lekin bor. Aboy bor, aboy jinnisi degani mana mashinasi bo'ladi, aka. Men eshikni bor, narxini aytaman men sizga, aka. Nech pul deymizmi? Primerni shunaqa atrofda turar ekan. Men buni o'zim Italiyadan zakaz qilganmandir. Mana bor, ipda tikilgan rustikasimi aboy bo'ladi. Gap yo'q lekin bor. Bu yerda bitta ayollar uchun xona yoki o'tirish uchun xona, chap tomonimizda garderob bo'ladi, ko'rishingiz mumkin ekan. Voy, gap yo'q lekin bor. Bu yerda sanuzelimiz bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Gap yo'q lekin. Kuxnasi bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Kuxnasini gap yo'q lekin. Letniy oshxonaga chiqadigan joyimiz bo'ladi bizani. Ko'rishingiz mumkin ekan, gap yo'q lekin. 12,5 suti bo'ladi. Mana shu xonadonimizni narxi eng asal joyi keladigan bo'lsa, akam bor 650-640 ming dollar turgan ekan. Shundan keldin akamning qo'llarini yaxshilab siqib turib 550 ming dollarga 2 yil bor. Pul bilan kelsangiz akam yana gaplashadilar.